Azizlar, bizning navbatdagi obyektimiz serverda joylashgan. Hozir men bu yoqqa nadzor uchun keldim. Sizlarga malyar bosqichini birma-ketdan ko'rsatishga harakat qilaman. Qani hozir buni pirog uslubida yana ketidan 3 sloy shpaklyovkamizani, polimer shpaklyovkamizani yotamiz. Shpaklyovka bosqichini sizlar bilan birga ulashdik. Agar kimga ushbu video kontentimiz manfaatli bo'lsa, kerakli odamga jo'natib qo'yishingizni iltimos qilib qolamiz. Barchangizga xayrli kun tilab qolamiz.